Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bu O'zbekiston kredit tarixida bunaqasi bo'lmagan edi. Endi labolarni ham rassrochkaga 0% bilan bemalol xarid qilishinglar mumkin o'rtoqlar. Faqat Damas labolarimizni soni chegaralangan. Hozir bugun erta 3 kun ichida kelsanglar bemalol mana ko'rib turganingizdek labolar tayyorlari bor. Bemalol ulgurib qolinglar deyman. Keyin qolmagandan keyin oylab, yillab kutib qolsanglar xafa bo'lib yurmanglar. Rassrochka narxlarini aytib o'taman sizlarga. Hozir bizda Kapital bank xodimi bizning ofisimizda faoliyat yuritadi. U yoqqa bor, bu yoqqa bor bo'lmaydi. Hamma ishlarni biz o'zimiz hal qilib beramiz o'rtoqlar. Damas laboni rassrochkaga olaman desanglar, 50% ni to'lashinglar kerak bo'ladi. Ya'ni bu sug'urta hamma xarajatlaringiz bilan 51 million so'm kerak bo'ladi o'rtoqlar. 51 million so'm bilan sug'urta portalari ichida haydab ketasizlar. Oylik to'lovi 22 oyga 2 million 190 ming so'mdan chiqadi. Yo'q, meni boshlang'ich to'lovga arzonroq pulim bor deganlarga boshiga eng kamida 23 million so'm olib kelasizlar. Buni ham sug'urta puli ichida oylik to'lovi 2 million 690 ming so'mdan chiqadi. Yanada to'liqroq ma'lumot xohlaysanglar, mana pastda ko'rib turibsizlar, telefon raqamlarga telefon qilishinglar mumkin. Biz sizlarga to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Damas labolarimizga ulgurib qolinglar, soni chegaralangan. Hammalarni Index Avtomotorsda kutib qolamiz o'rtoqlar. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana navbatdagi mashinalarimiz sotilishda davom etyapti. Kecha laboni rassrochka qilib e'lon qilgan edik. Mana xudo xolasa birinchi xaridorimiz keldilar. Ko'rib turganingizdek 10 ta laboni bittasini mana xudo xolasa mashinasini tanlab oldilar. Aka, bizning reklamada ko'rib keldingiz. Shu sizlarni YouTube'da ko'rib turardim. Aha. YouTube'da ko'rib o'sha rassrochka ochadi laboga deyishim bilan chiqib keldik xudo xolasa ertalabdan. Akam vodiydan kelganlar, vodiydagilarga salom deb qo'yasiz. Vodiylarga hammaga salom. Nima deysiz vodiyda, vohada aka-ukalarimizga? Shu 50% labo olaman deb yig'ib turgan bo'lsa, olsin maslahatim 50% ni to'lab, befoiz rassrochkaga olsin. O'sha reklamada qanaqa summa bo'lsa, o'shanaqa summada chiqib o'sha bir smartcha xarajat qildim. Hammasi o'sha haqiqiy, haqqoniy bo'ldi. Mana xudo xolasa mana shu nasib qilganiga olyapmiz. Mana 10 tadan bittasini tanlab oldilar. Sizlar oldik mana. Ulgurib qolinglar o'rtoqlar. Labolarning soni chegaralangan. Bular ham qolmay qolishi mumkin. O'shaning uchun tez olishinglarni maslahat qilib qolamiz. Aka, yana bitta savol. Mana ko'pchilik anaqa qiladi-da. Bankka bor, salonga bor, yugur-yugurlar bo'lmadim. Hammasini o'zlari bolalar bitirib berishyapti. Yo'q, yaxshi, o'sha salonga bordim, hamma yo'q, o'sha bitta joyda ekan. Aqa yugur. Bank xodimi ham ofisimizda ekanmi aka? Hammasi o'sha yoqqa borib yurmaydi. O'sha hammasi bitta joyda bitdi. O'sha aytganda hammasi yaxshi, cho'tki bo'ldi. Ortiqcha pul olinmadi. Yo'q, o'sha hammasi ichida yaxshi bo'ldi. Maslahat qilaman, vodiyda ammo endi voqeami Qashqadaryo, Surxondaryo ham anaqasi yo'q. 12 viloyatga rassrochka ochildi o'sha laboga mana. 12 ta viloyat, Qoraqalpog'iston Respublikasigacha rassrochkaga bemalol labolarni xarid qilishinglar mumkin. Faqat labolarimizni soni chegaralangan o'rtoqlar. Ertaga qolmay qolsa, oylab, yillab kutib qolsanglar, xafa bo'lib yurmanglar. Hozir ulgurgan odam ulgurib qoldi. Mana akamiz birinchi mijozlar 10 tadan bittasini chertib tanlab oldilar aka. Aka, avvalambor yaxshiligiga qayting. Yaxshi kunlarda ko'rishinglar aka. Uydagilarga salom ayting. Sog' bo'ling. Sizlar ham kelinglar, o'z mashinangizga ega bo'linglar o'rtoqlar. Index Avtomotors. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Ko'pchilik bizga savollar bilan murojaat qilishyapti. Index Avtomotors qayerda joylashgan? Index Avtomotors Toshkent shahar, Sergeli tumani, Toshkent Index bozorini E30 blokida joylashgan o'rtoqlar. Bizda ko'pchiliklar hozir Damas, Tracker, Onyx olishyapti, xarid qilishyapti. Bizda hozir ish jarayoni bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Bizda hozir birlamchi avtokreditni ham yo'lga qo'yganmiz o'rtoqlar. Mana ko'rishinglar mumkin, hozir birlamchi, ikkilamchi avtokredit bilan shug'ullanyapmiz. Bizani avtosalonimizga kelganinglardan keyin bizani ofisimizda bank xodimi o'tiradi o'rtoqlar. Kapital bank xodimi o'tiradi. Hamma ishinglar mana shu yerda bitadi. Bu yoqqa bor, bu yoqqa bor, onangga bor, otangga bor, yo'q, mana shu yerga kelasizlar. Hamma ishinglarni shu yerda hal qilib beramiz. Bankka bor, u yoqqa bor, bu yoqqa bor, yo'q. Mana shu yerda muzdekgina salqin joylarda o'tirib turasizlar. Hamma ishlarni mana shu yerda hal qilib beramiz. Mana akalar o'tirishibdi hozir, ko'pchilik Gentra, ko'pchilik Damas olishyapti. Mana akalarimiz kelishgan. Hammalarni Index Avtomotorsda kutib qolamiz o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.